Taniysiz. Shu Yashnobod tumani hokimi Baxtiyorman. Kecha yaxshi niyatlar bilan o'sha obodonlashtirishimizda ishlaydigan 320 nafar ayollarimizni bitta joyga to'plab, qo'limizdan kelgancha mana shu bayram oldi chiroylikina tadbirlarni uyushtirdik, lekin oxirida mana sizni kimdir xafa qildi. O'shaning uchun o'zim bugun shaxsan uyingizga keldim. Qo'lingizni ko'targani xafa bo'lmang. Mamlakatda endi yaxshi niyatda tashkil qiluvdik. Endi mana ko'rasizki, bitta odam chiqqan, hammasini mana bunaqasiga aylantirib, sizni qo'lingizni, sizni kayfiyatingizni to'liq buzilishiga olib keldi. O'sha opani qo'ynilaridan olib kimdir nohaq xafa qildi deb aytdilar. Shuning uchun opa sizni qo'lingizni ko'targani bayram bilan o'zimiz shaxsan bir og'iz tabriklab ko'z-ko'zga tushib ketdik. Rahmat, shunchalik rahmat. Bayramlarni yaxshi o'tkazing. Rahmat. Mamlakat opa, jon opa, sizga nisbatan kim shunaqa nohaqlik qilgan bo'lsa, bu odamni обязательно biz topamiz va chorasini ko'ramiz. Ayollarni biz qo'limizda ko'tarib yuradigan vaqtimizda biz bitta ayolni xafa qilib o'tirsak, bitta ayolni ko'zidan yosh oqsa, ertalabgacha bularni bittasini ham uxlatganim yo'q. Mayli, meni hurmat qilsanglar, sizlarni Alloh hurmat qilsin. Mendan qaytmasa Alloh sizlarga boshqa joydan to'ylarga yetkazsin. Ilohiy bolalaringizga bosh bo'ling. Mashinalarida shamollab esib, martabas bundan ulug' bo'lsin. Alloh o'zi faqat to'ylarga buyursin. Amin. Allohu akbar. Aytganlaringiz kelsin. Rahmat sizga katta. Rahmat. Sizga ham bo'ling. Hech ham xafa bo'lmang. Mayli, rahmat. Shunchalik kelibsizlar. Rahmat. Baraka. Bayramlaringiz bilan sog' bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. O'ylamang, hammasi yaxshi bo'ladi. Alhamdulillah.